Toshkentda qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirmoqchi bo'lgan qashqadaryolik yigit 6 yilga qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda terroristik guruhlar bilan aloqa o'rnatib, Qashqadaryoda tug'ilgan 20 yoshli yigitga sud hukmi o'qildi. Sud materiallariga ko'ra, u 2023-yildan boshlab internet orqali diniy ekstremistik va terroristik tashkilotlarning g'oyalariga berilib ketgan. Natijada mamlakatda olib borilayotgan islohotlardan norozilik bildirgan holda, terrorchilik tashkiloti a'zolarining qarashlari Toshkent shahrida portlovchi modda ishlatib, qo'poruvchilik sodir etish niyatida bo'lganligi aniqlangan. Sud hukmiga muvofiq sudlanuvchi 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.